Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bugun aniq bilaman, sizlarni lol qoldirishga sababchi bo'ladigan video bo'ladi deb o'ylayman. Bugun ko'proq negativlarni kommentariyaga chorlayman. Ko'p eskidan bo'lib kelgan savollarga bugun javob beraman. Qani ko'raylikchi. Shundan keyin agar kimdir shunaqa bahona topa olsa, sizlarga boshqa isbotim yo'q. Tomosha qilinglar, bugungi video sizlar uchun bomba bo'ladi. Do'stlar, bugun sizlarga yil boshidagi eng kuchli obzorlardan bittasini sizlarga taqdim qilaman. Nimaga eng kuchliligini bilish xohlasangiz, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Ko'pchilik uchun arziydigan sabab bor bugun. Xo'p, Sinamash, Xitoyning Sinamash kompaniyasini traktorlari, aslida bu traktor xullas shu ko'rsatgan emblemamda traktordan olingan. Aniqrog'i deyarli bir xil, faqatgina buni ayrim farqlari bor. Shu farqlarni tushuntirib o'taman. Bosoradigan joyi. Xo'p, 180 ot kuchi qolaversa, 6 silindrli va turbo kompressori bilan 6 silindr turbo kompressor, bu apparat, injektor emas akalar. Mana bu o'rdani ham ko'rsanglar, nimagadir o'xshayaptimi? Biladiganlar kommentariyaga yozib o'rasiz, sizlarni chorlab qolaman. Xo'p, 180 ot kuchi 6 silindr, gabaritlari, mощностьлari hammasini hozir tanishtirib o'taman. Xo'p, Xitoy eng zo'r shina zavodi Armor, bilasizlar, buni oldin ham aytganman, hozir yana qaytarib o'taman. Oldi 16.9 ga 28 va orqasi 28 ga 38. Xo'p, gidrobaklariga kelamiz. Gidrobaklari. Buni gidrobaki menimcha bitta ekan. Gidrobak bitta, ko'pchilik alohidami bittami deb so'raydi. Xo'p, Turbanadov ko'rib turganinglardek, hozir kapotini ham ochib ko'rsataman. Bismillah. Hop, kapotlarni ochib oldik, jigarlar. Nimani eslatyapti? Qaysi traktor eslatyapti? Yaxshilab e'tibor qilinglarchi. O'sha mashhur Yuto traktorini andazasini eslatyapti. Hozir buning sababini tushuntirib berib o'tib ketaman. Interkulleri, turbo kompressorlar bilan 180 ot kuch beradi. Qolaversa, hop, Yuchay motor. Xitoy Yuchay motori, bilasizlar, hop, men shunaqa traktorlarga ko'p qo'yiladi. Salonni ham bitta ko'rsatib berib o'tib ketaman. Salonlari ham hozirgi dunyo standartlariga javob beradi. Hamma komfort bor. Endi konditsioner, magnitofon deb o'tirishim shart emas, bor. Tablolargacha. Xo'p, orqa zadniy kamera. Va albatta uzatmalar qutisi mexanika, sinxron holatda bo'ladi. O'zini mana bunaqa ziplari bilan, takoy chiroyli ziplari bilan, kulish nabonlari bilan, konditsioner, magnitofon, hamma narsasi bor. Xo'p, ushbu texnikamizni hozir sizlarga eng fishka joyini aytaman. Naveskasiga bitta e'tibor qilib qo'yinglar. Naveska ham 6,5-7 tonna bemalol gruzopadionist, ya'ni 6,5-7 tonnani ko'tara oladi. Gidravlika qismlari, ushbu qism. Bartoylarni ko'rsating degan akalarimiz uchun mana. Albatta 540 mingga vom bor, xullas idealniy texnika. Ushbu texnikamiz yoqilg'i sarflarini ham ko'pchiligiga tushuntirib berib o'tib ketaman. Ushbu texnikamiz yoqilg'i sarflari bir moto chassiga, ya'ni transportning holatda 6-8 litr. Nagruzkada qo'yiladigan nagruzkaga qarab 15-18, xullas 20 litr atrofida bo'ladi. Qolgani o'zingizning nagruzkangizga qarab bo'ladi. Xo'p, texnika idealniy narxda. Hozir men eng asosiy fishkani tushuntiraman. Bunaqa fishka hech kimda yo'q. Jigarlar, ushbu texnikani ko'pdan beri mendan so'raysizlar. Arzon bo'lsin, bo'lib to'lashga bo'lsin, foizsiz bo'lsin deganlar uchun bomba yangilik taklif bilan sizlarga bera olamiz. Ushbu texnikamizni sizlar uchun 30% boshlang'ich to'lov bilan hattoki 2 yilgacha har 3 oyda bo'lib to'lash orqali hech qanaqa foizsiz tan narxini
bo'lib to'lash orqali qilib beramiz. Jigarlar. Yo'q bunaqasini faqat men qidirib sizlar uchun topib beraman. Bosib o'radigan joyi endi keldi. Ekranda nomerlarni qoldiraman. Aloqaga chiqasizlar. Texnikadan ko'p, faqat men bittasini olib chiqib tamojidan sizlar uchun obzorini qilib beryapman. 1604, 1804 xullas hammasidan bor ushbu Xitoy traktori O'zbekistonga yangi kirib kelayotgani uchun bu narsani men o'zim boshladim obzorni va xudo xolasa bu narsani to'liq hamma ma'lumotini men yetkazaman sizlarga. Yangi ish boshlagan uchun shunaqa qulay shartlar bilan xitoyliklar bilan kelishdik. Sizlar uchun 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 2 yilgacha bo'lib to'lash. Qani bunaqasi bormi? Mardi maydon endi boshladik biz. Videoni tanishligi maksimum jo'natasizlar. Kommentariyada nima so'zlaringlar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Ushbu traktorimiz tan narxi 750 million so'm. 1804 750 million so'm. Hech qanaqa injektor emas, apparat va hamma qulayliklari bor. Qolaversa 2 yilgacha bo'lib to'lash. Hech qanaqa penya, soliq, foiz, hech narsasi. Buni 1604 ham bor. 1604larimiz hozirgi kunda 560-570 million so'm. Ularni ham xuddi shunaqa shartda bera olamiz. Sizlar uchun Agrozor doim xizmatda. Podeshkada bo'linglar. Video topga rekka chiqish kerak. Like, podpiskani ayamaysizlar degan umiddaman.